Lamine Yamalning otasi Real Madrid muxlisi bo'lib chiqdi. Yo'q, bu hazil emas. Aytishimdan oldin kanal biyosidagi silka orqali o'tib, Telegram kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu kanalda siz El Clasico'ni jonli efirda sifatli formatda tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda siz Real Madrid haqidagi barcha yangiliklardan ham xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Gap shundaki, hozirgi paytda ajoyib o'yin ko'rsatayotgan Lamine Yamalning otasi Munir Nasroiy bir paytlar Real Madridning ashaddiy muxlisi bo'lgan ekan. Munir uzoq yillar jamoani qo'llab-quvvatlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda uning 2022-yilgi Real Madridning Chempionlar Ligasidagi g'alabasini nishonlayotgan kadrlar tarqaldi. Ba'zilar bunga shubha bilan qaragan bo'lsa-da, bu yolg'on emasdi. Keyinchalik Munir Nasroiy avval haqiqatdan ham Real Madrid muxlisi bo'lganini tan olgan, ammo Nasroiy Yamal Barselonada porlay boshlaganidan so'ng o'g'li va shu orqali Barselonani qo'llab-quvvatlashni boshlagan. Uning o'zi bu haqida shunday javob bergan: "Ha, haqiqatdan ham oldin men Real Madrid muxlisi bo'lganman. Madridist bo'lganim hozir muhim emas, chunki Barselona menga non va tuz bergan. Endi esa sizga ajoyib savol. Lamine Yamal bu yilgi oltin to'pni qo'lga kirita oladimi?"